Bolalar barchaga salom. Bugun biz sizlar bilan birgalikda ushbu joydagi sovg'alarni olamiz va menda ligadan 2 ta kartochka olishim kerak. Hozir ko'rsatib o'taman. Ligadagi o'yinchilarni olmayotgandim. Shu ikkinchi haftaning o'yinchilari chiqishini kutib. Bu yerda endi shans kattaroq bo'ladi deb o'ylayman-da. Qancha ko'p yangi o'yinchilar chiqsa, shuncha ko'p yaxshi o'yinchi tushirib olish imkoniyati bo'ladi deb o'ylayman. Demak, biz birinchi kartochkani olamiz. 105, 113 ketdik. Yedi. Bo'lmadi. Tak. 106, 113. Bera qol endi. Ha, 110. Shu. 108 mi? Ha, 108. 108 o'yinchini tushirib oldik. Bu yerdan ligadagi barcha sovg'alarni olamiz. Endi do'stlar, bugun yangilanish keldi bizga. Gadavshinani 2-yilligiga. Bu yerdan sovg'alarni olib chiqamiz. Men bu yerda hozir 109 kartochkani olishim kerak. Sizlar bilan birgalikda hozir ochamiz. 109. 104 o'yinchi. Kutganimizni foydasi bo'lmabdi. Demak, sovg'alarni oldik. Endi biz sizlar bilan birgalikda viktorina bo'limiga o'tamiz bugun. Gadavshinaning 2-haftasini o'yinchilari va 2-hafta nagrada bo'limi chiqdi. Men bu yerda viktorina deb hisobladim. Agar siz tushunmagan bo'lsangiz, bu joyda qanday ishlashini demak, qarang. Har bitta startni bosganimizda, hozir men startni bosaman. Mana 5 3 1 chiqyapti. Bu yerda siz hisoblaysiz qayerga tushishingizni. Faqat shu yo 3 ta kataycha sakrashingiz kerak yoki bitta kataycha sakrashingiz kerak yoki 5 ta kataycha sakrashingiz kerak. Siz ko'rasiz qayerda sizga vegada narsa bor. Nima 5-kataychaga sakrasak, masalan, bizga nima beradi? Hozir ko'ramiz. 5000 moneta beryapti xolos. Birinchisiga sakrasakchi 10 ta 65-74 o'yinchi berar ekan. 3-kataychada trenirovka beryapti. Biz 1-kataychaga sakrab qo'yamiz. Demak, 5 ta nima bor edi? 1-kataychaga sakraymiz. Demak, ko'ryapsizlar, mana shunaqa qilib o'zingizlar qayerga sakramoqchi bo'lsanglar, sakraysizlar. Hozir yana bitta startni bosaman-da, men sizlarga keyingi narsani tushuntirib o'taman bu yerdagi. Endi qaranglar, 5 2 4 beryapti. Masalan, 2 da ko'ramiz nima bor? 25 ta olmos. 5 ta ko'ramiz nima bor? 5 ta bizga veginroq narsa bor ekan. 5 ta tokenga 105 o'yinchilarni almashtirib olsak bo'ladi. 4 da hech narsa yo'q. Tam ko'rdik hozir sizlar bilan birga. Endi mana yerda mana 111 o'yinchini ushlash imkoniyati bor bizda. Lekin siz masalan shunaqa qilib hisoblab sakrab borsangiz, shu yerga sakramoqchi bo'lganingizda sizga masalan bu yerda hozir 4 ta kataycha sakra deb chiqarsa, u yerga borib 4 ta kataycha sakrasam bo'ldi deb hisoblab startni bossangiz, bu yerda 5-5, 2 ta 5 yoki 2 ta 3, bitta 1 qilib, qarochi bu yerdan o'tkazib yuboryapti. To'g'ri kelishingiz qiyin bo'lyapti. Shu tarafi qiyin ekan. Xullas, endi qo'ldan kelgancha o'zingiz hisob-kitob qilib, bu yerga olmagan baribir hali oldingi narsa bor edi-ku, masalan, viktorina shunday bosib qayerga tushsa o'sha yerda sovg'alarni olib ketaverardingiz. Endi bu yerda sal imkoniyat bor. O'sha o'zingiz xohlagan joyga tushishga ozgina imkoniyat bor ekan. Demak, endi galereya bo'limiga o'tamiz va bugungi chiqqan yangi o'yinchilar bilan tanishib chiqamiz. Demak, do'stlar, ekranlarimizda Gadavshina eventining 2-hafta o'yinchilari va bu yerda bemalol aytishimiz mumkinki, ajoyib o'yinchilar chiqibdi do'stlar. Qaranglar, Van Basten, Turam, Joker, Debryon, Eto, Milinkovic, Savic. Men bu yildiz kartochkasiga qiziqdim. Chap qanot hujumchisiga. Oyog'i 5/5 ekan, faqat talanti yo'qligi chatoq ekan. Bitta talanti menga yoqdi, 360 gradusga o'ynar ekan finta.
Shunisi yoqdi, bunda faqat yo'q narsalar точный udar va udar shvido yoki dальний udar shunaqa narsalar yo'q ekan. Bunda katta ehtimol bilan to'pni tepganingizda, masalan, qattiq tepmoqchi bo'lganingizda, to'pni osmonga tepish holatlari ko'proq kuzatiladi. Demak do'stlar, ikkinchi haftadan agar siz o'yinni yangi boshlab ushbu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, men ushbu ikkinchi hafta o'yinchilaridan 3 ta kartochkani sizlarga olishni maslahat berardim. Agar biron bir o'yinchini olishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, bu albatta birinchi o'rinda Turam, o'ng qanot himoyachisi, ikkinchi o'rinda Van Basten, 3 karra oltin to'p sohibi, juda ham ajoyib eng top hujumchilardan bittasi. Top 3 ga kiradi desak ham bo'laveradi va 3-kartochka bizda bu Viktor Gyökeres do'stlar. Juda ham ajoyib chiqibdi. Qaranglar, bunga точный udar va дальний udarni qo'shishdi. Oldingi kartochkalarda bu yo'q edi. Men 2050 ta token bo'lyapti. Hozir bu ikkalasi hujum chizig'i uchun men shu ikkalasini hozir mo'ljallab turibman. Agar 4-haftagacha yaxshi o'yinchi chiqmasa, shu ikkalasini olib qo'yaman. Va bizda 4-o'yinchi bu bonus, qaranglar, ajoyib bonus bo'pti borku bu chiqqani. Milinkovic-Savic, darvozabon. Yaqin 2 oy ichida menimcha bu o'yinchi juda ham ko'pchilikda hali o'ynaydi bizda. O'sha bugundan ko'rishimiz mumkin, juda ham ko'pchilikda ushbu kartochka o'sha darvozada turgan bo'ladi. Tak. Va biz bu yerda ko'rishimiz mumkin 650 ta token evaziga Carles Puyol'ni kartochkasini. Carles Puyol yaxshi himoyachi. Menga buni yoqmaydigan tarafi bo'yi past va rejim trenerga qo'ygan paytingiz qandaydir buni modelkasida nosozlik bor, tupit qilib qoladi rejim trenerda. Lekin ravniy o'yin uchun bu yaxshi kartochka va 800 ta token evaziga bizda Kevin De Bruyne yarim himoyachi, ajoyib kartochka. Menimcha bu ko'pchilikda yaqin orada o'sha yarim himoyada turishni boshlaydi. Endi bitta yomon taraf bor, bu yerda Kroos chiqdi. Tak, menimcha Gullit ham chiqsa kerak, chunki oltin to'pda Gullit kartochkasi chiqqani yo'q. Bu degani 3-yoki 4-haftada biz Gullit kartochkasini ko'rishimiz mumkin. Va tasavvur qilinglar, Ruud Gullit bilan Kroos yarim himoyada. Bu menimcha ajoyib sviyaska bo'ladi. De Bruyne menimcha endi bezanat o'ynaydigan yoki De Bruyne muxlislari uchun chiqarildi shekilli menimcha. Lekin bu yerda hozir Kroos kartochkasi bor va bu yerga agar Ruud Gullit kartasi chiqadigan bo'lsa, o'sha De Bruyne pastga qolib ketadi do'stlar. Eto'di kartochkasini o'ng qanotga chiqarishdi. Buni minus tarafi oyog'i 4-5. Agar chap oyog'i 5 bo'lganda bu eng top kartochkalardan bo'lardi. Afsuski yo'q. Buni o'tgan safar Totti sabitasida chiqargan chap qanot vingeri qilib chiqarishgan edi. Bilasizlar, ko'pchilik даже streamerlar ham где-то 1-2 oy buni kartochkasida o'ynashdi. Eng top kartochka bo'lib o'ynadi do'stlar. Hozirgacha ham o'ynashyapti. Maradonani ko'rishimiz mumkin. Ibrahimovich, Maradona endi 61-65 bo'y, 70 kilo vez. Menimcha himoyachilardan o'tishga ancha qiynaladi. Shuning uchun men bu o'yinchiga uncha qiziqmayman. Ibrahimovichni o'tgan kartochkalarda ko'rganmiz, buni boshqarish qiyin. Shuning uchun men bu kartochkani bilmadim. Agar sizlarga tushib qolmasa, ham buni oyog'i 4-5 ekan. Agar endi qayerdan tushib qolmasa, keragi yo'q olishdi. Agar siz yangi o'yinchi bo'lib hujumga olmoqchi bo'lsangiz, bu kartochkani men maslahat bermagan bo'lardim. Uning o'rniga mana bu Viktor Gyökeresni kartochkasini 800 ta tokenga olganingiz yaxshi do'stlar. Do'stlar, agar sizlarda savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qo'yishingiz mumkin. Men buni sizlar savollaringizga javobni video tariqasida chiqaraman. Hammaga omad do'stlar.